Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodi do'stlar va qishloq do'stlar. Do'stlar, bugun biz qishloq bilan quruvchilar jangida bellashamiz. Qani qishloqqa bu yerga kel. Men sizlarga qolmanglar. Mana men kelyapman. Qani o'zimiz Zodi yutib tashlayman do'stlar. Qo'lishingga tay, mag'lubiyatga tayyormisan? Tushingni borib suvingga. Tushundingmi? Kechirasan, lekin qo'lishing bunda aniq. Chunki men juda sirliman. Chunki men do'stlar, men ilon quraman, qishloqqa eshitmasin do'stlar. Qishloq o'z nimalardir bilan band. Suvingni borib tushingga. Yana boshladi. Xo'p do'stlar, bizga narsalar kerak bo'ladi. Xo'p, biz ilon quramiz. Demak do'stlar, biz ilonni dumidan boshladik. Mana shunday bo'ladi dumi. O'xshamayapti. Nimadir neto'da. Mana buni ham bo'lsak, umuman boshqa narsa quraman do'stlar. Yo'q, to'g'ri ilon quraman, faqat mana bu chetroqdan va uning nimasi 4 blok bo'ladi atiga. Mana bu zo'rda. Bu yoqdan yana bitta. Mana bu yerdan ham biroz chiqaramiz. Bu yerni 2 blok qilsak qalinroq bo'ladi bizning ilonchamiz. Mana bu yerda mana bu haqiqiy ilonga o'xshayapti, sal-pal dumiga. Yana nimadir yetishmayapti. Bo'ldi, tushundim do'stlar. Mana bu yerni sal uzunroq qilsak birinchisiga nisbatan. Mana do'stlar, men ilonimni deyarli qurib bitkazdim. Endi mana bu yerlarni ham yopsam bo'ladi. Yopsam yaxshi bo'lardi. Mana bu do'stlar og'zi. Faqat og'ziga nimadir yana yetishmayapti. Xuddi bir narsa ortiqchadek yoki umuman yetishmayapti. Xo'p, lekin u nima? Xo'p, mana bu yerni chopsak, bo'ldi. Mana bu yerni bu kattaroq, ya'ni bir blok nimadan qilsak yetadi. Mana bu zo'r. Faqat mana bu yerni ham ochsak, ana bu zo'r bo'ldi. Mana bu yerga endi tishlarini qo'yamiz. Mayli, o'zini oldin bitirib olaylik. Keyin qolgani bilan shug'ullanamiz. Mana. Mana bunday. Salgina xatolar bo'lib turadi. Xatolar bu kamchilik emas. Hammamiz ham xato qilamiz. Buni ham qilib olsak, do'stlar, mening eng qiziqayotgan narsam qishloqqa nima quryapti. Mening ilonimga yaxshiroq narsa quryapti deb o'ylayman. Endi bunga tish kerak. Tishni mana bu narsadan qilsak bo'ladi. Men nomini esimdan chiqardim. Tishmisan, tishdek ko'rinadi o'zi ham. Mana bunday qo'yamiz. Bu yerlarga ham tishning ko'pi bo'lmaydi. Ichkariga ham qo'ymoqchi edim, lekin ichkaridagi tish to'g'ri kelmaydi. Ketlarga bo'ladi. Aslida ilonlarning ikkita katta tishi bo'ladi menimcha, agar bilganimcha, lekin bizning ilonimiz dahshat bo'ladi. Qishloqqa ko'rib voydod deb qoladi. Qani mana bu yerlarda. Endi bizga oq uchun kerak bo'ladi, ko'zi uchun. Xo'p, mana nimalarni joylaymiz. Ko'zlarni nima kirib ketdi? Mana ko'zlarini aytmasangiz ham bilaman. Bu juda dahshatli. Bularni hammasini buzib tashlaymiz. Mana buni ilon desa bo'ladi. Endi qishloqning ko'rishimiz mumkin. Qishloqa. Mana kelyapman. Shoshma, mana kelyapman. To'xta, mana. Bo'ldi mana. Ikkita yo'l ochib keldi. Nimaga qizilgilab tashlamaydigan mayli. Nima bu? Nima bu? Qani buni qarada. Buni ko'zi juplashib ketganda. Buni qara. Ko'z ham shunday bo'ladimi? Bo'lmabdi. Buncha yomonlashdi boshqala. Bo'lmagandan bo'lmabdi demadi. Buni qara, qutiga o'xshaydi. Uzoq quti. Faqat sargina tishini o'xshatibsan. Qo'ying. Rahmat. Jabdar, mana menikini ko'rsam, bu yoqqa ko'ring, yorilib bo'lib qolasan. Xo'p, mayli, senikini ham ko'rishga vaqt bo'ladi. Bo'ldi, ketdik. Boryapman. Va bu nima bu? Sen? Bu axir bu qiz bola-ku. Sen ham qiz bolasan. Nimalar deyapsan? Mayli, qara, bu Mona Lisa.
Shu Mona Lisami? Sen bu yoqdan qara, o'tirtiqcha. Mana bu yeri qo'li. Menimcha bu yeri qulay. Aytyapman-ku qo'li deb. Bu yer anavi qisrakcha nima deydilar uni, o'sha ko'zi burnidan. Xo'sh, qalay chiqibdi? Do'stlarimiz yozsin kommentariyada meniki aniq zo'r. Sen tushingda bor suyunga aytayotganding, bunda senikini ko'rib meniki aniq yutishi aniq deb qoldi. Kunduz ko'raylik. Do'stlar, buni qaranglar, qishloqning narsasini. Hey, yomonlama. Bu o'zing menikini yaxshigina yomonlading. Menga mumkin, senga mumkin emas. Buz qo'ydim. Bo'ldi, taxladim, jim tur. Gapirma. Gapirish niyatim ham yo'q, shunchaki obunachilar bilan xayrlashmoqchiman. Xayrlashmayman, faqat menikida. Chunki menikini ko'rishlari kerak. Bo'pti, xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib like bosing. Xayr. Yoki meniki. Buni ham yozib qo'yish esdan chiqmasin. Qanunda like bosing, obuna bo'ling. Xayr.